Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiyalar to'xtaydimi? Ijtimoiy to'lovlar bekor qilinadimi? XVF, ya'ni Xalqaro valyuta jamg'armasi haqiqatan ham to'lovlarni bekor qiling deb talab qo'ydimi? Bu masala faqat pensionerlarga emas, nogironligi bor fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga, bolalar nafaqasi olayotganlarga va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim gaplar noto'g'ri tushunilsa, odamlar vahimaga tushib qoladi. Ayrimlar esa kerakli hujjatlarni vaqtida topshirmay, o'z haqqini yo'qotishi mumkin. Men bu mavzuni shu uchun emas, aniq tushuntirish uchun ko'taryapman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar oddiy odam uchun juda kerak. Men sizga pensiya ertaga to'xtaydi deb qo'rqitmayman. Lekin qaysi to'lovlar xavf ostida bo'lishi mumkin? Qaysi to'lovlarga tegilmasligi kerak? Davlat siyosatida qanday o'zgarishlar bo'layotganini oddiy tilda tushuntiraman. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiyalar birdaniga to'xtab qoladimi? Amaldagi tartib bo'yicha yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi qonun bilan kafolatlangan pensiyalarni shunchaki bir kunda bekor qilib yuborish mumkin emas. Buning uchun qonunlar o'zgarishi, budjet siyosati qayta ko'rib chiqilishi, parlament darajasida qarorlar bo'lishi kerak. Demak, ertadan pensiya yo'q degan gaplar asossiz vahima bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni bor. Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar davlatlarga iqtisodiy tavsiyalar beradi. Ular odatda shunday deydi: budjet xarajatlarini nazorat qiling, samarasiz subsidiyalarni kamaytiring, hamma uchun bir xil berilayotgan imtiyozlarni qayta ko'rib chiqing, yordamni haqiqatan muhtoj odamlarga yo'naltiring. Mana shu jumlalar ko'pchilik orasida X to'lovlarni bekor qilishni talab qildi degan shaklda tarqaladi. Aslida masalaning markazida pensiyani butunlay bekor qilish emas, balki davlat xarajatlarini qisqartirish, ayrim ijtimoiy yordamlarni aniq manzilli qilish, ayrim imtiyozlarni qayta baholash masalasi turadi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida ayrim to'lovlar va imtiyozlar keng doirada berilgan. Masalan, kommunal xizmatlar bo'yicha ayrim kompensatsiyalar, ayrim guruhlar uchun qo'shimcha to'lovlar, oilalarga bolalar puli, kam ta'minlanganlik nafaqasi, bir martalik yordamlar, subsidiya va imtiyozlar mavjud bo'lgan. Bu tizimda muammo shunda ediki, ba'zan haqiqatan yordamga muhtoj odam ham olardi, lekin daromadi yetarli bo'lgan odam ham ma'lum imtiyozdan foydalanardi. Davlat nuqtai nazaridan qaralsa, budjetdan ketayotgan pul ko'payadi. Lekin uning hammasi ham eng muhtoj qatlamga yetib bormaydi. Endi nima o'zgaryapti? Davlatlar, ayniqsa budjet bosimi kuchaygan paytda xarajatlarni kimga, nima uchun, qancha va qaysi asosda berilyapti degan savollar bilan qayta ko'rib chiqadi. Bu jarayonda ayrim to'lovlar avtomatik uzaytirilmasligi, ayrim nafaqalar uchun daromad qayta tekshirilishi, ayrim kompensatsiyalar faqat muhtoj oilalarga berilishi, ayrim imtiyozlar pul ko'rinishida emas, xizmat ko'rinishida berilishi mumkin. Odamlar aynan mana shu o'zgarishlardan qo'rqyapti. Mind part bin, nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda pensiya bilan nafaqa o'rtasidagi farqni aniq tushunib olish kerak. Pensiya odatda odamning mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari qonunda belgilangan yosh yoki holat asosida tayinlanadi. Masalan, erkak 67 yoshga, ayol 55 yoshga yetganida yetarli ish staji bo'lsa, yoshga doir pensiya olishi mumkin. Nogironlik pensiyasi esa tibbiy mehnat ekspertizasi xulosalari va tegishli hujjatlar asosida tayinlanadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham oilaning huquqiy holatiga bog'liq. Nafaqa esa ko'proq ijtimoiy yordam xarakteriga ega. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar. Bularning ko'pi oilaning daromadi, mulki, farzandlar soni, ijtimoiy holati yagona reyestrdagi ma'lumotlarga qarab belgilanadi. Shuning uchun davlat xarajatlarini optimallashtirish jarayonida ko'proq mana shu manzilli yordamlar tekshiriladi. Bu pensiya oluvchilarning hammasi to'lovsiz qoladi degani emas. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz, pensiya ishingizda muammo bo'lmasa, siz pensiyam bekor bo'ladi deb vahimaga tushmasligingiz kerak. Pensiya tizimi davlatning eng asosiy ijtimoiy majburiyatlaridan biridir. Bunday to'lovlarni keskin to'xtatish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Kim ehtiyot bo'lishi kerak?
Birinchidan, bolalar nafaqasi, kam ta'minlanganlik nafaqasi, moddiy yordam olayotgan oilalar. Chunki bunday to'lovlar odatda ma'lum muddatga tayinlanadi va muddat tugaganda qayta ko'rib chiqiladi. Agar oilaning daromadi oshgan bo'lsa, nomida avtomobil, qo'shimcha uy, tadbirkorlik daromadi, bank aylanmalari yoki boshqa mulklar aniqlansa, nafaqa rad etilishi mumkin. Bu yerda masala XVF'da emas, ichki tartib va ma'lumotlar bazalarining tekshiruv tizimida. Ikkinchidan, norasmiy daromadga ega oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir oila rasmiy ravishda kam ta'minlangan ko'rinadi, lekin ota chet eldan muntazam pul yuboradi. Ona onlayn savdo qiladi. Katta o'g'il taksida ishlab daromad topadi, lekin bular rasmiy ko'rsatilmagan. Bugungi raqamli tizimda bank kartalariga tushumlar, soliq ma'lumotlari, mulk reyestri, avtomobil ma'lumotlari, ish haqi bazalari asta-sekin bog'lanib bormoqda. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan davr tugayapti. Uchinchidan, nogironlik nafaqasi yoki pensiyasi olayotganlar hujjat muddatlariga e'tibor qilishi kerak. Ayrim nogironlik holatlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga. Agar tibbiy ko'rikdan o'tish muddati kelib qolgan bo'lsa, odam vaqtida komissiyadan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Odamlar buni pensiyani bekor qilishdi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjat muddati yoki tekshiruv natijasi bo'lishi mumkin. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 6-7 yoshli onaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U butun umr maktabda ishlagan, mehnat staji bor, pensiyasi qonuniy tayinlangan. Uning pensiyasi XVF tavsiyasi sababli shunchaki bekor bo'lib qolmaydi. Agar bank kartasi yangilanmagan bo'lsa, pasport almashtirilgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa yoki bankda texnik muammo bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Lekin bu tizimni bekor qilish degani emas. Ikkinchi misol, bir oilada 3 nafar bola bor, ota rasmiy hashmaydi, ona uy bekasi. Oilaga bolalar nafaqasi tayinlangan. 1 yil o'tgach, qayta tekshirildi otaning nomida Damas avtomobili borligi. Karta orqali oyiga 5-6 million so'm aylanma bo'layotgani aniqlanadi. Tizim bu oilani kam ta'minlangan deb topmasligi mumkin. Bu holatda nafaqa to'xtashi ehtimoli bor. Oila davlat yordamini bekor qildi deydi. Lekin davlat sizning daromadingiz mezondan yuqori deydi. Uchinchi misol. 65 yoshli fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Unga nogironlik guruhi 2 yilga berilgan. 2 yil tugaganda u qayta ko'rikka bormaydi, hujjat topshirmaydi. Keyin to'lov to'xtaydi. U esa pensionerlarni puldan qishyapti deydi. Aslida bu yerda asosiy sabab tibbiy xulosa muddati tugaganidir. Shuning uchun har bir odam o'z to'lovining qaysi asosda tayinlanganini bilishi kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Marhum otaning farzandi 12 yoshgacha to'lov oladi. Agar kunduzgi ta'limda o'qisa, belgilangan yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin farzand o'qishni tashlasa yoki kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tsa, to'lov tartibi o'zgarishi mumkin. Bu ham hammani pulini kesishdi degani emas, balki to'lov shartlari o'zgargani yoki huquqiy asos tugagani bo'ladi. XVF tavsiyalarini qanday tushunish kerak? Men buni oddiy qilib aytaman. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar davlatga pulni ehtiyot qiling, budjet kamomadini oshirmang, yordamni hammaga sochmang, aniq muhtojlarga bering deydi. Ular ko'pincha energiya subsidiyalari, gaz, elektr tariflari, davlat korxonalarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy xarajatlarning samaradorligi haqida gapiradi. Bu tavsiyalar hukumat uchun signal bo'lishi mumkin, lekin har bir tavsiya avtomatik qonunga aylanmaydi. Davlat o'z sharoiti, xalqning daromadi, inflyatsiya, bandlik, ijtimoiy barqarorlikni hisobga olishi kerak. Lekin xotirga asos bor joy ham bor. Agar budjetda pul bosimi kuchaysa, qarzlar ko'paysa, davlat xarajatlari oshsa, ijtimoiy to'lovlarda qattiqroq tekshiruvlar boshlanishi mumkin. Bu ayniqsa qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar, kompensatsiyalar, bir martalik yordamlar, subsidiya kabi yo'nalishlarga ta'sir qiladi. Masalan, elektr va gaz narxi oshirilganda ayrim oilalarga kompensatsiya berilishi mumkin. Lekin bu kompensatsiya faqat ro'yxatdagi muhtojlarga tegadi. Ro'yxatda bo'lmagan odam men ham qiynalyapman desa ham, tizim uni qamrab olmasligi mumkin. Eng birinchi nozik jihat, to'lovning to'xtashi har doim ham bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov bank kartasi muddati tugagani uchun o'tmaydi. Ba'zan odamning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin pensiya tizimida eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Ba'zan odam boshqa hududga ko'chib ketadi, lekin pensiya ishini ko'chirmaydi. Ba'zan meros, boquvchi, nikoh, ajrim, farzandning o'qishi kabi holatlar o'zgargan bo'ladi. Shu sababli birinchi qadam har doim sababni aniqlash bo'lishi kerak.
Ikkinchi nozik jihat rasmiy daromad va real daromad farqi. Davlat endi faqat odamning og'zaki aytgan gapiga qarab qaror chiqarmaydi. Tizim ma'lumotlarini tekshiradi. Agar siz daromadim yo'q desangiz, lekin nomingizda 2 xonali uy, avtomobil, firma, yirik bank aylanmalari bo'lsa, nafaqa olish qiyinlashadi. Bu ayniqsa kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam so'rayotgan oilalar uchun muhim. Uchinchi nozik jihat. Bitta oiladagi har bir a'zoning ma'lumoti ahamiyatli. Masalan, onaning daromadi yo'q, lekin otaning rasmiy maoshi bor. Yoki ota-onaning daromadi kam, lekin uyda yashaydigan voyaga yetgan farzand rasmiy ishlaydi. Ayrim tartiblarda oila tarkibi va birgalikdagi daromad hisobga olinadi. Shuning uchun mening o'zim ishlamayman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-nozik jihat vaqtida murojaat qilmaslik. Ko'plab odamlar nafaqa muddati tugashiga eng kun qolganda ham hujjat yig'maydi. Keyin 1 oy, 2 oy to'lovsiz qoladi. Ayniqsa qishloq joylarda mahallaga aytib qo'yganman o'zi bo'ladi deb yurishadi. Hozir bunda yondashuv xavfli. Har bir murojaat rasmiy qayd etilishi, ariza raqami bo'lishi. Kim qabul qilgani aniq bo'lishi kerak. 5-nozik jihat ayrim to'lovlar indeksatsiya qilinadi. Ayrimlari esa qayta hisoblanadi. Masalan, pensiyalar inflyatsiya va davlat qarorlariga qarab oshirilishi mumkin. Lekin ayrim nafaqalar oilaning holatiga qarab belgilangan muddatga tayinlanadi. Odam pensiya oshganini ko'rib, nega mening bolalar pulim oshmadi deb so'raydi. Bu ikkita turli mexanizm bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat bekor qilish bilan manzillikni kuchaytirishni farqlash kerak. Davlat hamma oladigan imtiyozni kamaytirib, faqat muhtojlarga beramiz desa, bu umumiy xarajatni qisqartiradi. Masalan, barcha aholiga arzon narxida energiya berish o'rniga narx bozor narxiga yaqinlashtiriladi, lekin kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya beriladi. Bu modelda o'rta daromadli oilalar xarajat oshganini sezadi. Eng muhtojlar esa qisman himoya qilinadi. Ammo shundaki, kim muhtoj deb topiladi, kim topilmaydi. Shu joyda ko'p e'tirozlar paydo bo'ladi. 7-nozik jihat xatoliklar ham bo'ladi. Tizim mukammal emas. Ba'zan odamning nomida allaqachon sotilgan mashina turib qoladi. Ba'zan kadastr ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan bank aylanmasi qarindoshning pulini vaqtincha o'tkazish bo'ladi, lekin tizim uni daromad deb qabul qilishi mumkin. Ba'zan oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatiladi. Shu sababli rad javobi kelsa, darhol taslim bo'lmaslik kerak. Sababini yozma oling, xatoni tuzating, qayta murojaat qiling. 8-nozik jihat xorijdan pul kelishi. Ko'plab oilalar Rossiya, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlardan keladigan pul hisobiga yashaydi. Bu pul doimiy va katta miqdorda bo'lsa, oilaning kam ta'minlangan deb topilishiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin pul ba'zan qarz bo'lishi, davolanish uchun yuborilgan bo'lishi, bir martalik yordam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kerak bo'lsa, izoh berish, hujjat bilan tasdiqlash, masalan, davolanish xarajatlari, qarz shartnomasi, pulning maqsadini ko'rsatish foydali. 9-nozik jihat. Pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar mehnat stajini oldindan tekshirish kerak. Men ko'p ko'rganman. Odam o'tdim yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin arxida 5 yil yozuv yo'q, korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr xira, ish haqi ma'lumotlari topilmaydi. Pensiyaga chiqish vaqtida bu katta muammo bo'ladi. Hozir raqamlashtirish davrida har bir odam o'z mehnat tarixini oldindan tekshirtirishi kerak. 10-nozik jihat. Odamlar ko'pincha Telegramdagi mish-mishlarga ishonadi. Falon kunda hamma pensiya to'xtaydi. XVF buyurdi, hukumat bekor qiladi. Faqat tanishi borlar oladi. Kabi gaplar juda tez tarqaladi. Men maslahat beraman. Har qanday xabarni rasmiy manba bilan solishtiring. Pensiya jamg'armasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, hukumat qarorlari, qonun hujjatlari, May.uz kabi manbalarga qarang. Agar xabar faqat anonim kanalda bo'lsa, unga suyanib qaror qilmang. Endi eng kerakligisi, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov olayotganingizni aniq biling. Pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami? Sizda yoki bir martalik moddiy yordammi? Har birining muddati, sharti va tekshiruv tartibi boshqa. Agar o'zingiz bilmasangiz, tuman pensiya bo'limiga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, mahalladagi mas'ul xodimga yoki May.uz orqali murojaat qiling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha hujjatlar tayyor bo'lsin.
Hujjat yetishmagan sababli to'lov kechikishi eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bank hisobingiz faolmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi? Ba'zan pul ajratilgan bo'ladi, lekin karta bilan bog'liq muammo sababli odam ola olmaydi. Pensionerlar ayniqsa karta muddati va SMS xabarlarini tekshirishi kerak. 4-qadam. Daromad va mulk ma'lumotlarini oldindan tekshiring. Agar nafaqa yoki moddiy yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, oilangiz nomida qanday mol-mulk borligini biling. Uy, yer, mashina, firma, yakka tartibdagi tadbirkorlik, bank aylanmalari, rasmiy ish haqi, aliment, xorijdan pul o'tkazmalari bularning hammasi baholanishi mumkin. Agar tizimda xato bo'lsa, avval uni to'g'rilang. 5-qadam. Rad javobi kelsa, sababini yozma oling. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanmang. Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Daromad yuqorimi, mulk sababmi, hujjat yetishmadimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Shuni bilmasangiz, muammoni hal qila olmaysiz. Yozma sabab bo'lsa, siz shikoyat qilishingiz yoki xatoni tuzatishingiz mumkin. 6-qadam. Mehnat stajingizni oldindan yig'ing. Pensiyaga 1-2 yil qolganda emas. Ancha oldin tekshiring. Eski korxonalar bo'yicha arxivga so'rov yuboring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar o'qiladimi? Muhrlar bormi? Buyruq raqamlari ko'rsatilganmi? Ish davrlari uzilib qolmaganmi? Shularni ko'ring. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. 7-qadam. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar tibbiy ko'rik muddatini yozib qo'ysin. Telefoningizga eslatma qo'ying, farzandingizga ayting, hujjat papkasiga belgilab qo'ying. Muddat o'tib ketsa, keyin to'lovni qayta tiklash jarayoni vaqt oladi. Agar sog'lig'ingiz og'ir bo'lsa, yaqinlaringiz oldindan harakat qilsin. 8-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan oilalar farzandining o'qish holatini kuzatsin. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. O'qishdan chetlatish, akademik ta'til. Ta'lim shakli o'zgarishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Buni yashirish emas, to'g'ri rasmiylashtirish kerak. 9-qadam. Mahalla bilan aloqani rasmiy yuriting. Mahallaga murojaat qilsangiz, qaysi sanada, qaysi masala bilan murojaat qilganingizni yozib qo'ying. Elektron ariza topshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Qog'oz hujjat topshirsangiz, nusxasini o'zingizda saqlang. Bu keyin men topshirgan edim degan bahslarda sizga yordam beradi. 10-qadam. Mish-mish tarqatmang va unga qurbon bo'lmang. Agar kimdir pensiyalar to'xtarkan desa, undan manba so'rang. Rasmiy qaror bormi? Qaysi sana? Qaysi to'lov turi? Qaysi toifadagi odamlar? Agar bu savollarga javob bo'lmasa, demak gap shunchaki vahima bo'lishi mumkin. Endi eng muhim xulosa IXFning tavsiyalari borligi yoki budjet xarajatlari qayta ko'rib chiqilishi, pensiyalar avtomatik bekor qilinadi degani emas. Lekin bu ijtimoiy yordamlar yanada qattiqroq tekshiriladi, manzillilik kuchayadi. Ayrim imtiyozlar qayta ko'rib chiqiladi degani bo'lishi mumkin. Shuning uchun vahima emas, tayyorgarlik kerak. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lovingizning huquqiy asosi aniq bo'lsa, siz o'zingizni himoya qila olasiz. Bugun men sizga pensiyalar to'xtashi haqidagi gaplarni oddiy tilda tushuntirdim. Qonuniy tayinlangan pensiyalarni birdaniga bekor qilish oson emas. Asosiy xavf ko'proq muddatli nafaqalar, manzilli yordamlar, kompensatsiyalar, hujjati to'liq bo'lmagan yoki sharti o'zgargan to'lovlarda. Eng to'g'ri yo'l. Hujjatlarni tekshirish, rasmiy manbaga murojaat qilish, rad javobi bo'lsa sababini yozma olish va o'z haqingizni talab qilish. Sizning oilangizda pensiya, bolalar puli, kam ta'minlanganlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi hududda, qaysi to'lov bo'yicha qanday sabab aytishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.